To'g'ri. 12 bab. 2 ay kirib, baharning illiq nafsi urilishga boshladi. To'g'raqliq zimminning uyg'onishiga ergishib, kishilar orasida bir ansizlik, bo'linish paydo bo'lishga boshlagan edi. İbrahim Gicingning nevri inisi Osman, Hüseyin Molla, o'ttira deqan Sidiq Axun, egiz bo'y, ot yuz, ochiqi kelsa ko'ziga hech nima ko'rinmaydigan Tilvoldi Axun qatorliqlar masjid oldida kooperativning kotibi Himid Axun, Solih Bobkarning nevrisi Abdug'ani Axun, Vilaxullarga yilqichi bo'lgan Bekri Axun, Tosh Axun, Yusuf Axunga o'xshash Namrat yilqichi o'rtoqchilarning bolalari, Buxilchixon mudirning kuy o'g'illari, yangi maktabda o'qib savodini chiqargan bir necha yosh yigit kooperativ ishxonasi joylashgan Vilaxullarning hovlisiga yig'iladi. Ularning suhbatiga ba'zida Namas Shangjan bilan yuqoridan kelgan kadrlar qatnashadi. Bularning chiroyi, yurish-turishidan nihoyat zo'r ishonch ham qizg'inlik, hech nimadan yonmaydigan o'tga o'xshash to'sqinsiz kuch bilinadi. Ular yuqori ovozda qizg'in paranglashadi, anglaganlarni bir-biriga yetkazishadi. Kooperativga qarshi qaloq, aksiyatchi kuchlarning suiqasdiga qanday zarba berish, o'tirda ikkilanib turgan ommaga qanday xizmat ishlash to'g'riliq bas munozara qilishadi. Ularning ko'pinchisi sodda tuyg'usi bilan Kompartiyaning o'zlarining haqiqiy nijotchisi ekanligiga, Kompartiya rahbarlik qilayotgan kooperatsiyalashish harakatining to'g'riligiga qat'iy ishonadi va bu yo'lda jonlarini fido qilishga tayyor edi. Kompartiyaning kuch-qudratiga qoyil bo'lib, uningga ergishib mangsala har qanday murod maqsadiga yetalaydiganligini ko'rib yetgan sezgir odamlarmi yo'q emas edi. Ular o'zlari ayrim qolganda mollalarning og'zidan anglagan zamon oxir bo'lganda kunchiqish tarafdan kelgan soni nihoyat ko'p bir qavmning jahonni so'raydiganligini to'g'risidagi rivoyatlarni so'zlashib, ashu qavm mana mushu hanzular emasmi? Ularning kuch-qudrati nima degan zo'r ha? Ular bilan qarshilashish tuxumni tashqi urganlik bo'lmay nima deyishadi. Ularning qarshi tarbiyadegilar avloddan avlodga jahondan ayrilgan bu chet yurtda xolisa mol beqib, xolisa yer terib, bir Allohga sig'inib o'zi bilgancha yashab kelgan kishilar edi. Azaldan hech kim hatto bu yurtni barpo qilganlarmi, bu yurtni so'rganlarmi, ularning o'z oldiga ish qilishiga aralashmagan. Kompartiyaga ularga yomon qilmadi, biroq ota-bobolarning tutgan yo'lini chatlab ömrida anglab baxmagan kooperatsiyaga kirib, o'pchi yer terib, jon beqishni ular qandaqmi tasavvurga sig'dira olsin? Biz dehqonmi, emasmi? Uy to'qchilik yeri, no'g'ishchilik suyi bo'lmagan dehqonmi, dehqon bo'lamdi? Ko'pchilikning narsa deganning egisi bo'lamdi, egisi yo'q narsaning qadri bo'lamdi? İlibning sunuqi bilmaydigan allaqandaq nazariya izm-pizmlardan o'z tajribasini afzal bildigan bu odamlar shundoq deb g'ulg'u qilishadi. Qisqasi 1957-yilning bosh bahorida kooperatsiyalashish masalasi dehqonlar yeyotgan g'izolarni qo'yib turib g'ulg'u qilishadigan muhim masala bo'lib qolgan edi. Bu yilqi Navro'zmi kishilarning esidan ko'tarilib ketgandek etiz beshiga doshqazon esib, ko'ychi ish etish, egiz daraxtlarga ilanguz selish, so'rin tuzib chelishishlar hech kimning esiga kelmagandek edi. Teptinish o'tgan Navro'zdan keyin etizga chiqqan dehqonlar xuddi maslahatlashib olgandek o'z yerlarini qirlab terishning tayyorligiga kirishib ketdi. Kooperativ otxonasiga qaraydigan Helim Axunning to'sqiniga qaramay 3-atratdagi Osman bilan 1-atratdagi bir necha dehqon otlarini yetlab elib chiqib ketishdi. Orqada 3-atratdan bir to'p odam kelib, eg'ildagi uylarni yetlab mangdi. Ot uloq bo'lgan bilan yem bo'g'iz bo'lmaydi-da, ular uylardan ora gurjak tog'arlarni, eshak horuvlarni elib kelib, oldingi yili kuzda o'pchi yiqqan saman, yem xashak, shox-shumbullarni uylarga to'shig'li turdi.
Namrat yilqichining o'g'li Yusuf qo'liga qaltak ilib, kooperatsiyani buzmoqchi bo'lganlarning oldini to'sdi. Yem-xashak bilan uloqlar kooperativning kim joyiga qo'yib qo'ymaydigan mengisining qetiqini chiqarib etaman beka. O'tib bora yalang tush. Kooperatsiyada nemang bor edi sening? Bunchalar yo'g'on so'zlaydigan yo'lni bo'shat, bo'lmasa o'zingning mengisi chuvilib ketadi heli. Qaranglar buning hadini eshib ketganini, burunning bezni ilib qo'ydigan nima ekan bu? Hey Yusuf, to'li putlashmay manqangni irtib kela, yugur. Har qaysingga putlashqan qanday qila olading? Bu degan kooperativning mulki. Hech qanday odamning kooperativning bir tal samanini elishga yo'l qo'ymayman. Jinimni tikib qo'ydim. Qani kelisha. Topning oldida turganlar Yusufning alpazini qo'rqib ilgirleyolmay turib qoldi. Orqadagilar bostirib kelib Yusufni dugijitibdi. Egiz bo'y bir diqqat uning qo'liga esilib, uning bilan po'ldaqlashib ketdi. Atrofda turganlar Yusufning o'ttir kelgan yerga tapkili turdi. Egiz bo'yli odam uning ostiga besib olib toza urdi. Bir necha odam Yusuf tiqib qo'ygan shotini nadindir tepib kelib, o'g'zidagi shax-shumba yem bo'g'izlarni o'yliga tashlab turdi. Yana bir nechalan Ketmanning cho'ldisi bilan eg'inning qulupini chiqayotganda yosh ambarchi yigit Ketman ora bodonglarni ko'targan Bakri Axun, Tosh Axun qatorliq aktivlarni boshlab kelib qoldi. Ular o'ttir kelganni urib yiqitib, o'g'zidagi ikki odamni so'rab tushdi. Angacha ho'ylida turganlarmi, yiqilib yotganlarmi olati ko'tirishib tala qarab qochdi. Aktivlar egiz bo'yliq odam bilan o'g'zidan tartib tushgan ikki odamni bo'ldi degicha urib, eshak harvasiga silib, ikki ayolning hamrohligida uylariga avatvatdi. Ish shuning bilan besiqqandek bo'ldi. Birdamdalar kech kirib qorong'i tushdi. Yuz ko'zlari ko'kirib ishib chiqqan Yusuf ishning texi oyoqlashmoqligini bilatdi. U tamni tutib oqsab mang'inicha sirqi chiqib atrofni kuzatdi. Cho'ng darvozani dam silib taqab o'ylig'i ikki kuzatchi qo'ydi. Qolganlar uyda o'choq oldida xeylicha paranglashib o'tirishdi. Tang saharda sharq taraf xira-shira yo'rib, yiroq yaqindagi xo'rozlari bas-basda chillashga boshlaganda, boshlang'ich maktabni yaqinda bitirgan Savud ismli uzun podshoh yigit eshikni pam bilan ichib sirqi chiqdi. U tamg'a yo'linib turib, atrofga qarab, odam qarsini ko'rmagandan keyin jarandek tez-tez menib, to'g'raqliq orasiga kirib ketdi. Uzoq o'tmay uning inchika bo'yi og'ichi dungda bir ko'rinib g'oyib bo'ldi-da, keyin qumliq o'tirishidagi oqirib ko'rinadigan harvu yo'lda yana paydo bo'ldi. Yiroqdan qaraganda egiz inchika bo'yi yo'g'on tumoq kiyib olgan Savud xuddi yoz kunlari qumushliqda paydo bo'lib qoladigan dehqonlar uzun pochoq deb ataydigan qushga o'xshaydi. Uzun pochoq Savud ayni yillardagi Akufka shatirlarning avlodi edi. Tushga yaqin yerdan ungandakla paydo bo'lgan 40-50 odam atrat o'ylisi oldiga to'plashdi. Hammasining qo'lida katman, o'g'aq, palti pichoq, dumba degandek narsalar bor edi. Ular o'yli ishigini buzg'ilib turganda aktivlarning bir nechasi tamdan otlab qochib ketishdi. Qolganlari o'g'ziga chiqib olishdi. Ular qo'llariga bodir elib, bodirining uchiga o'rg'aq yoki pichoq bekitib, qeni kelisha, erkak bo'lsang kel, jangga yorsang kel deb hujumchilarga hayva qilib turdi. O'yliga besib kirganlar tam tugi yaqin kelishdan qo'rqib, bir joyga to'plashib xeyli uzoq turishdi. Devidek qomatlik Tashaxunning o'zla ularni vahimaga silib qo'ygan edi. Uning ustiga mundaq turaverishmi ish emas edi. Etis eriqda, uylarda ularni nurg'un ishlar kutib turadi. Ba'zilari birdan ikkidan g'ibida ketib qolishdi. Namoz shamga yaqinlashganda atrofda birmi odam qolmadi. O'g'zidagilar tushib, o'choqqa o't qalab, g'izo etib yeb qo'rsoqlarini to'xlashdi. Ertasi deganda atrof ishxonasi oldida yana bir turkum odam yig'ildi. Ular oldingi kundagidan ozroq bo'lsa-mu, payli yomon edi. Dumba paltarlarini shiltib, Kompartiya erkinligimizni qo'limizga bergan, har qaysining bizni to'sidiganga hadding emas. Qonga qon, jonga jon olamiz,
odam urg'onlarning xamirini yorimiz. Nochi bo'lsang xotin kishidek o'gziga chiqib olmay maydonga tushmamsan deb vaqirishadi. O'gizdagilarmi tig'mi-tig' turib pastdagilarni, pomishik aksiyatchilarning g'olchilari, sotsializmning dushmanlari qarab turish, har qaysing jajangni yemay qolmaysan deb tilashadi. Hujumchilar nadindir tepib kelgan shoti bilan o'gizga chiqmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu chiqolmadi. O'giziga birdam tosh, kesakni etib yiqishdi. Oxir yana tillab qazo bo'lgan namozlarni o'qib olish, o'susi o'tib ketayotgan yerlarni terib olish uchun ketib qolishdi. Yo'lda ularga Yusufning qiyni otasi uchrab qoldi. U mahalning chetidagi jangalda qo'y biqib yolg'iz yashaydigan odam edi. U tonish bilishlarga kulib salom qildi. Ularning salomini ilik olmaganligiga hayron qilib, "Hey haq, nima bo'ldi har qaysingga? Ya men bir nima qildimmi? Nimishqa salomimni ilik ilishmaysan?" deb to'ladi. Ish shuning bilan buzildi. Ochiqini kimdan elishni bilolmay turgan kishilar "Ha mana, mushundoq bo'ldi" deyishib, uni eshakdan yiqitib, bir nechini selib, uyan-buyan düşkəligini turdi. Qo'ychi boy ularning so'z harakatlaridan ishning chatoqligini bildi, pamladi-da, qiziqchilik qilib, "Hoy balalar, nima bo'ldinglar? Sarang bo'lib qoldinglarmi? Shamol darib qolmagandi?" deb kuldi. Chapinining to'pisini qaqqan bo'lib, o'zini ilib qechib, "Men ketib olayjumu, kichik vaqtimda bir sarang meni qo'g'lab urib ketgan, qo'rqib ketganimdan og'zi burnimga qo'qoq chiqib ketib, 3 oy yotgan edim. Shuningdan tortib oldimga biri yugurib kelsa, yo unlikroq gap qilsa, qo'rqaman. Men ketib olayjumu, ukunlarim, ketib olay" degenicha eshakni tutib minib, o'zini qo'rshib olganlarning orasidan chiqib ketib qoldi. Uzun pochoq Savut yo'lga chiqib ketib, 3 kundan keyin rayondan harbiy va saqchilarni boshlab keldi. Rayonda yig'inga qatnashayotgan Namat bilan Abdug'ani Ahmu ular bilan birga qaytib kelgan edi. Harbiylar kelibla aktivlarni yig'ib kechilib majlis ochdi. Aktivlar to'g'riqlikda yaqindan buyon yuz bergan ishlarni, kimlarning kooperatsiyani chin ko'nglidan himoya qildiganligi, kimlarning xalqni quturtib kooperatsiyani chumoqchi bo'layotganligini bir-birlab doklad qilishdi. Әдісін тартып қаршы тарапдагилармы 2-3 gohida to'plashib kelib, o'zlarining kooperatsiyaga kirmaslikdagi bahona sabablarini so'zlab, yer, chorva, yem xashaklarni qaytarib berishni talab qildi. Harbiylar ularni ochiq chiroy bilan kutib olib, oldiga ko'rishkada qaynoq suv quyib berib, so'zlarini astoydil angladi. Bekor bo'lib qolgan chog'larida mahalla sirtidagi ochiqchilikda mashqa dasashdi. Qarg'a etishni mashq qildi yoki dehqonlarning uylariga berib suv to'shib, o'yli aramlarni supurib, eg'ildan qiq chiqarishib bergach, ularga kooperatsiyalashishning afzalligini tashviq qildi. Ular qarg'a etishni mashq qilayotganda, dehqonlar bir chetga olishib olib qarab turishadi. Avu mergan ekan, mavu atalmaydi ekan deyishib, bularga baho berishadi. Bir necha kunga qolmay kooperatsiyadan chiqib ketmoqchi bo'lib yurgan bir qism kishilar niyatidan yenib, aktiv dehqonlarga aytishib, o'pchi emgakka qatnashib ketdi. Ikkilinib qolgan kishilarmi jidalxo'rlardan o'zini tortib yuradigan bo'lib qolishdi. Oxir harbiy saqchilar va rayon boshliqlarining qatnashishi bilan ichilgan cho'ng yig'inda kooperatsiyadan chiqib ketimiz deydigan birmi odam chiqmadi. Hatta ang jahillarmi gap qilishga petinolmay ichiga tinib o'ltirib qolishdi. Shunda qilib to'g'riqlikda oliy kooperativ rasmiy qurildi. Namat kooperativ mudiri bo'ldi. Yusuf bilan Abdug'ani Axun muavin mudir, Hemid Axun kotib, uzun pochoq Savut pochtikash ham aloqachi bo'ldi. Kooperativ qurilganligini tabriklash uchun noyidan kelgan artistlar to'g'riqlikda 2 oqshom o'yin qo'ydi. Arqadan rayonning kinochisi Sovet ittifoqida ishlangan Chapayev nomli kinoni to'g'riqlikqa ilib keldi. Kino qo'yilgan oqshimi dehqonlar yumloq bozorga baldurlar yig'ilishdi. Ular burutliq kinochi oshliq punktining temiga tortib qo'ygan oqlatiga va uning ichidan har xil qiziqchiliklar chiqadigan seyrlik mashinasiga ajablanib qarashadi. Kino boshlanishi bilan kishilarning jalb qilib oldi. Bu ko'p qism to'g'riqliklar ko'rgan tunji haqiqiy kino edi.
Ular ilgari ko'rgan paxta teriyotgan qirqim chash ayollar, binolar, zavodlar chiqadigan kinolarga o'xshamaydi. Yo'g'on o'tdik, quloqcha, juvi kiygan, miltiq asqan odamlar uyandan bu yoqqa mang'atdi. Qo'pol ovozda vaqirishib so'zlashatdi, aroq ichib naqsha aytishatdi, usul o'ynashatdi. Dehqonlar bu ko'rinishlarga qarab to'xtamay kulishatdi. Kinodagi voqelik bargan sari jiddiylashib, qonliq jang maydoni ko'rindi. Otliq askarlar chepib ketayotganda, mökünüp yotgan dushmanlar o'q etib, ularni otlardan do'miltib o'tdi. Har qitim bir askar yoki ot yiqilsa, kino ko'rayotganlar "Apla, ajab yiqildi ha? Voy esit, ajab esil ot ekan, mening bo'lib qolsa-chu" deyishib ketadi. Ayollarmi chidamay, "Voy anam, qanday qilay?" deb boshlarini purkib olishadi. Otliqlarning ichidagi burutliq, ochig'i hammadan yomon kelgani nimalarnidir deb vaqirab, qilichini egisi ko'tarib, etini dushman tarafga qarab choptirdi. Qolganlar uningga agishib, vaqirishib, qilichlarini egisi ko'tarib, olg'a atlandi. Ekranning oldi tarafidan qaraganda, otliqlar xuddi kino ko'rib o'tirganlarning bosh ustiga chepib kelayotgandek ko'rinadi. Oldida o'tirganlar vahimaga tushib qoldi. Ko'rinish texmi cho'ng'ib, tez chepayotgan otlarning putlari ekrandan chiqib ketayotgandek tuyuldi. Yuraksizroq biri "Xaloyiq qechinglar" deb baqirdi. Hamma odam go'yo shu gapnilar kutib o'tirgandek oldi-keyniga qaramay patroqlashib qechishdi. Qechib xeyli yerga borganda keynlariga qarashib, orqasini hech kim qo'g'lab kelmaganligini ko'rib, birdan ikkidan o'rinlarga qaytib kelishdi. Kino uda 7 oqshom qo'yildi. Har oqshimi yumaloq bozorga odam patmay qoladi. Odamlar daraxtlarga, masjidning uylarning o'gizlariga chiqib olishadi. Bir oqshimi odam ko'p chiqib olgan bir uy guldir g'alab qilib, o'rlib kino ko'rayotganlarni chang to'zonga purgidi. Yiqilib tushganlar, yaralanganlarmi chang to'zon orasida o'milab qo'pib kinoni oxirgacha ko'rishdi. To'g'riqlar kinodagi odam va ishlarni, o'zlarining kinodagi otliqlarning qo'rqib qanday qashqarliqlarini kino ko'rimiz deb o'g'ziga chiqib olib, uylarni o'rib etganligini uzoq yillargacha so'zlashib, kulishib yurishdi. 13-bob. Oltingul, zilva bo'y, oq seriq, sizib qo'ygandek qoshlari ostidagi yeshilg'i moyil cho'ng-cho'ng ko'zlarini uzun, egmish kirpiklari o'rab turadigan qanşarlıq kelgan cho'kan edi. Gap qilganda bo'libmi kulganda og'zining sal yo'g'onligi bilan ikki tarafida ko'rinib turadigan o'g'ri tishi chiroyni bilinar-bilinmas buzib turadiganligini hisobga olmaganda xeyli chiroyliqlarni hisoblanadi. Bo'libmi ko'zlarini o'ynatib, noz karishma bilan to'lg'inib gap qilishlari uning sehri kuchini oshirib turadi. Onasi bo'g'ilchixon kichigidan tortibla uningga o'tinchidek guz-guz dasab mangmay, qadamni kichik elib, badaningni o'ynatib mang. Kulganda qo'lingning dumbisi bilan og'zingni to'sib ol deb o'rgatdi. U onasining o'rgatganlarini esida mahkam saqlab, hamma jihatda onasining kutgan yeridan chiqdi. Bo'libmi to'y ishida onasini bek rozi qildi. Biroq Oltingul to'y oqshimida o'zining baxt va muhabbatdan umrvoyat mahrum bo'lganligini tushunib yetdi. Ne'mat xo'rak tortib uyquga ketganda u o'nini chiqarmay ichidan buqildab yig'ladi. U kunduzi chiroyli yasinib, chandirmay kulib yuradi. Ammo kecha uning uchun do'zax edi. Ne'matning qizg'ush, purlishib ketgan soqolsiz chiroyi, do'ng peshonasi, ostidan kishiga begizdek qaraydigan cho'nqur ko'zlari, ching yumilgan qonsiz lablari uni qo'rqitadi. Bo'libmi uning badani hatto kiyim-kechaklardan chiqib turadigan egilning purqiga o'xshaydigan bir xil puroq uni saskantiradi. Bu chiroyini ko'rmaslikka, bu puroqdan qechib qutulishga uning amali yo'q edi. U o'zini kunda-kunga so'lib, ruhsizlanib ketayotgandek sezadi. Uning aksicha onasi kuyu o'g'li Ne'matni ko'rsa, echilib yayrab, yosh cho'qonlardek xuluq chiqarib ketadi. Uning bilan tirishib, soatlab kusulishib o'tiradi. Bundaq chaqlarda Oltingul Ne'matga asli onamning ko'ngli bordimikin deb o'ylab, ko'ngli g'ash bo'ladi.
Oltingul bir kuni yumaloq bozordagi do'konga ketib berib, bozordan qaytgan To'xti qori bilan Zaynabni uchratdi. Oq yuzlik, qora qosh, qora ko'z, qo'yiq burutlari o'ziga yarashib turgan To'xti qori heli quchqidagi qizini erkalasa, heli Zaynabga amroqlik bilan bir narsalarni deydi. Zaynab qiydigandek qapoqlarini suzatdi-yu, chidayolmay yana kulib solatdi. To'xti qori bolani soya qilib turib, Zaynabning quliqiga nimalarnidir deb pichirladi. Zaynab qip-qizil bo'lib, ko'zlarini xumalashtirib kuldi. Shu chaqda oldi tarafdan kelayotgan Oltingulni ko'rib qilib, izot tartib bo'lg'ay, Romilni o'ngshigan bo'lib yonga qarab oldi. Oltingul tal chiviqdek egilib, To'xti qoriga kulimsirab salom qilib o'tib ketdi. To'xti qori bilan Zaynab Oltingulni shu hamon aslatdan chiqarib etishdi. Lekin Oltingul xilga kelgan bu bir jup yosh xotinni xeyli kunlargacha xiyoldan neri qilolmadi. U aqlini bilgidek bo'lgan chaqlardan tortib, cho'ng bo'lganda To'xti qoriga yotliq bo'lishni orzu qiladi. Pokiz, muloyim, mehri siq bu yigitda to'g'riqliklarda tepilmaydigan qandaqdir olohidaliklar bor edi. O'zi garchi onasining ro'yi bo'yicha ne'matga tekan bo'lsa-mu, To'xti qorining Zaynabni olganligini anglaganida pomishchikning qizining ajab tali kepti deb chidamay qolgan edi. Bugungi bu uchrashish uning qalbida ko'mib qolgan o't ushqunlarini biroqla yelinjitibdi. U o'zining To'xti qorini unutib ketolmaydiganligini his qildi. Akşamı o bütün vücudunun eğiliydi kelip durduğun ne'matning yenida ko'zlarini ching yumib yetib, To'xti qorining qapqara qo'yiq burdi ostidagi lavlarini, sal masxara qilayotgandek kulimsirab qarashlarini, ochisining to'yida uning bilan beqishib usul o'ynaganligini, onasi va ochilarining yoshirincha qizilgul shexiga qo'nib turgan bulbulning ko'rinishini kashlab, atrofiga to'r to'qib tayyorlagan shoyi yog'liqni To'xti qoriga berolmay qanchalik ovora bo'lganligini ajoyib ishtiyoq va afsuslik ichida o'ylab ketdi. O'ylagancha uyqusi qechib, u yandan bu yonga o'rilib, to'lg'inib, tongning qandoq yo'rib ketganligini sezmay qoldi. Oltingulning yenida yotgan ne'mat uning to'xtamay ulug' kichik tinishlari va u yon bu yon o'rilishlarini sezmay qolmadi. U Oltingulni uning o'zidan bakrak tushunadi. Ular bir mahallada cho'ng bo'ldi. Kichik vaqtlardan tortib Oltingul ne'matga nazar ko'zni selib qo'ymaydi. Sal cho'ng bo'lgandimi, uningdan qechmi quyurmaydi. Ammo bechora ne'matning ko'nglida Oltingul bu dunyoga go'yo o'zi uchunla yaralgandek bir xil tuyg'u bor edi. Uning o'zini yaratmaydiganligini, Oltingulning onasining uni Velaxunbayning o'g'liga soya qilib yurganini bilsa-mu, uni ko'nglidan chiqara olmaydi. Doim yo'llardan, bozordan, etizdan Oltingulning chiroyli bo'ylarini izlaydi. Uning noz karishmalik ovozi, kulkisining quloqlarini ding tutib butun vujudi bilan anglaydi. Oltingul yenidan o'tib ketib, qumoq bosh toz, neri tura deb itirvatsimi, uning badallari hayajondan titraydi. U Oltingulning orqasiga talmirib yurib, uningmi o'ziga o'xshash oshiq bechora ekanligini, u To'xti qorining o'dida har qancha kuyib pissimi, To'xti qorining uningga parvo qilmaydiganligini bilib olgan edi. U ichida xap to'xtab turib, hamon bir kuni olqinib qo'chishsan-ku deb o'ylaydi. Uning qumoq beshi xilma-xil plan, hiyla-mikillar bilan to'lib ketgan edi. 1950-yillarda to'g'riqlikda yuz bergan osmon zamin o'zgarishlar uning barliq orzu-armonlarini reallikka aylantirdi. U ezilgan, xorlangan Namrat dehqonning vakili sifatida o'tirg'a chiqib, kichkida Velaxunbayning nevrisi bilan chelishib o'ynaganda sunib ketgan qo'lini egasi ko'tarib, Velaxunbay va uning o'g'illarining ustidan yig'lab turib shikoyat qildi. Cho'ng yig'inlarda o'tirg'a sakrab chiqib, ovozining barcha shuar to'lidi. Shunda qilib, u to'g'riqliqla emas, rayon, nahiya bo'yicha hammaga tonildi. Xizmat atridagilar uni o'zlari bilan elib yurib, rayon, nahiyalarda echilgan muhim yig'inlarga qatnashtiradi. Uningga muhim vazifalarni topshiradi. U to'g'riqliqdagi tunji partiya a'zosi,
to'g'raqliq yesining tunji boshlig'i, to'g'raqliqda qurilgan oliy kooperativning mudiri bo'ldi. U әмді to'g'raqliqdagi har bir odamning taqdirini uyan-buyan qila oladigan qudratga ega edi. Shu kunlarda u Oltingulning o'ziga boshqacha qiziqib qaraydigan bo'lib qolganligini sezib, texmo ruhlanib ketdi. Yerning tagida midirlagan yilonning tivishini sezilaydigan bu xilchixon uni o'zi izlab kelib Oltingulni uningga berish o'yi borligini puratganmi bo'ldi. Nemat xushal bo'lib ketganligini chandurmay, boshqa gaplarni qilib hech nimani sezmagandek o'ltirdi. Bu xilchixon beshingni yeydigan toz, nimanga hol tortsan, xap to'xtab tur deb, ichida mingni tilab, ikkinchi qitimda qizini agashtirib keldi. Paqirab turadigan shaptul chechigiranglik tovar ko'nglik, qora jiletga marjon do'ppi kiygan Oltingul agmash kirpiklari bilan o'ralgan cho'lpon ko'zlarini yo'g'on echib, o'ziga hayronlik va havas bilan tikilganda Ne'matning beshi osmonga yetdi. Demisimi bu dunyoda hech narsa uni Oltinguldek xush qila olmaydi. Biroq to'y kechasi Oltingul hadab o'zini ilib qochdi. Ertasidan boshlab mijozim yo'q deb ayrim uyda yetib oldi. Bu xilchixon kelib uningga qandoqdir bir nimalarni ichirib, goh hayva qilib, goh aldab ayvishga keltirganmi bo'ldi. Lekin Oltingul yotqanda muzdek sovuq holatda yotadi. Tumshuqlarini elib qechib, ta'tir qarab uni g'azab va rashk o'tida yondiratdi. Ashu til bilan tasvirlagisiz ko'ngilsizlikdanmikin yoki boshqa sabab bormikin, Oltingul ta hozirgacha qo'rsoq ko'tarmadi. Ne'matning ko'nglidagi g'oyibona muhabbatning o'rnini bora-bora gumon, norozilik va g'azab egallashga boshladi. Oltingul qanchalik nima edi? U xolisa Oltingulning kashini bir kundala to'g'rilab, o'zi xolganini chekib tanlab turib olalaydi. Ular niyatini buzsa, to'g'raqliqdagi har qanday qiz cho'kan uning olqinidan qutula olmaydi. U degan kim ha? To'g'raqliqda azaldan uningdek hamma odamni og'ziga qaratgan, degini degan, atgan bo'ldigan yana bir mansablar o'tgan emas. Buningdan kiyimi o'tmaydi. Buni Ne'matning cho'ng dadasi Qurbon baxshi oldin ola pal silib bilib olgan. 90 yoshga kirgan chig'da bir kuni kelinning beshini yori besib ketgan bechora Ne'matni urvatganligini ko'rib, "Hay, kelin, kimni urvatganingizni bilamsiz? Mushu ojiz bolangiz cho'ng bo'lganda yurtni titirtadigan katta odam bo'ladi. Siz uning onasi, uningga hargiz yomon ko'zda qarg'uchi bo'lmang" degan edi. Pal degan shundaqmi to'g'ri chiqamdigan? Uning cho'ng dadasi Qurbon baxshi haqiqatan karomat odam edi. Elishib qolgan kishilarni piri o'ynatib saqlata oladi. U baxshilikmi, palchilikmi, teviblikmi qiladi. Lekin azaldan kishilardan bir narsa talab qilmaydi. Ba'sa hashqalla deb oladi. Og'rib qolgan odamlarning uylariga berib davolaydi. Dadasidan kichik qolgan Ne'mat cho'ng dadasiga bek amroq edi. U bir ishlar bilan mashg'ul bo'lib otganda ko'zlarini mo'ldirlatib, pagahdan tugilib o'tiradi. Bira ishqa buyurgan amal sakrab qo'pib, buyurgan ishni yugurib yurib ado qiladi. U tang tushlari bilan o'ynash, odam ko'p yerga berish baxtidan mahrum edi. Uni cho'ng odamlarmi, ushoq bolalarmi, hatto qurut qo'ng'iz hasharotlarmi bo'za qiladi. U sal cho'ng bo'lganda, cho'ng dadasi uning beshini yorlari bilan qo'shib tushirib etib, beshiga undak yumshoq, ammo noiti sesiq bir dorini sepib, pokiz mato bilan ching tengvatdi. Dastlabki 1-2 kunda beshi lavuldab, ko'yayotgandek o'rtinib, ikki ko'zi chachrab chiqib ketadigandek ching qilib, ko'zlarini ocha olmay qoldi. 3-kundan boshlab og'riq chidab turg'usiz qichishga aylandi. U shuncha azoblarga tishini tishlab turib bardoshlik berdi. Normal odam bo'lib yashash uning eng cho'ng orzusi edi. Bu orzuga yetish uchun badal to'lamasi bo'lmaydi. Uning yarisi saqaydi. Biroq u chochlaridan manguga ayrilib qoldi. Uning beshi mis qozonda qizg'ish paqirab turadi. Ne'mat buningga rozi bo'ldi. Tomoqni cho'kirib kiyib, belini mahkam bog'lab, nada odam ko'p bo'lsa shu yerga berib, tang tushlarining qatoridan qolmay yuradigan bo'ldi. Ne'matning dadasi u kichik chog'lardala o'lib ketgan edi. Ne'mat 13 yoshga kirgan yili
cho'ng dadisimi o'lib ketdi. Onasi g'alati mijozrak, ochig'i yomon ayol edi. Çaşlarını salvartıp, yırtık, sangul-sungul kiyimlerini kiyip, ballarga vaqırap-jaqırap yürətdi. Qeyni atısıdan ögünüp alğan yerim yada hünürüge tayınıp, bəzi nadan ayollar bilen amalsız qalğan beçarlarını aldap, naiti təsdə gün ötküzətdi. Ayşıxan baxşıdan tartıp, avlat baxşılıq, teviplik qılıp kelgen bu cəmətnin atı kəsbi nəmətki kelgende üzülüp qaldı. Nəmət Kompartiyaның bundaq işlərini yaxşı görməydiganlığını bilgəşkə, kişilərinin ata boğusu haqida gap içib qilishidin həzər əyləydi. Anısını mu dəm selish, ot köçürüşdək işlərdən mu tosub, onunğa ay un yağ, otun yetkizib berətdi. O 1957 yılı ətyazda vilayetlik partiya məktəbində 3 ay oqub gəlgəndən keyin aktivlarını 15 günlük ögünüşkə təşkil etdi. Her akşamı qara çıraq yoruqida o partiya mektebinden elip kelgen bir bağlam materiallarını Hemitaxun köpçilik oqub berətdi. Oqub bolğandan keyin Nəmət özü bilgence düşəndürətdi. Arqadan həmməylə qulğulu qilishətdi. Bir günü Nəmət sözləb etib, naiti işenç bilen. Mən sizlərə dəb qoyay, Xuda deganni, dozaq, cənnət deganni əzəldən heç kim görməyən. O faqatla əzgüçilər bilen aldamçı mollalarni xalqni aldash uchun o'ylab topgan heylisi. Ishonmaydiganlar bo'lsa, qani Xudoni kim ko'ribdi? Do'zax, jannatni o'z ko'zi bilan ko'rib kelganlar bormikin? Jannat degan kommunizmning o'zi shu. Biz uni o'z qo'limiz bilan quramiz. Bizning kompartiya bor narsaga ishonadi. Yo'q, xiyoliy narsaga ishonmaydi. Kompartiya a'zolari, aktivlar ko'niliqdan, xurofotlikdan chek-chegara ajratmasak bo'lmaydi. Qani qaysonlar manga agishib, Xudo yo'q deyalaysizlar dedi. O'ltirganlar qanday qilishni bilolmay, o'g'irliqcha bir-biriga qarashdi. Ba'zilari qo'rqinishdan titrab, og'zi gapga kelmay qoldi. Hatto Yusufmi beshini tuvan silib, jim o'ltirib oldi. Rayondan kelgan kadr Nəmətning qulog'iga pichirlab, uni sirtqa elib chiqib ketdi. Bir necha kundan keyin uni rayondan chaqirtib, so'lchilik, oldirang'uliq qilding deb tanqidlabdi degan gaplar tarqalib ketdi. Nəmət shundan keyin undaq gaplarni qilmaydigan bo'ldi. Lekin uning bu so'zlari bir necha kunga qolmay rayon, nahiya bo'yicha hamma odamga pur bo'lib ketdi. Ba'zilar uni maqtadi, ba'zilar uningdan texmi qo'rqadigan bo'lib qolishdi. Köp sonli kishilar yoqasini tishlab sukut qildi. Qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, Nəmət texmi dangdar odam bo'lib ketdi. Shuningga yarasha ruhlanib, ostola samirib, rang tuzab qoldi. Bo'g'ilchixonning qulog'iga quyib turishi bilan Oltingul to'xtamay Nəmətga ham o'ziga yangi kiyim tiktiratdi. Shu yillari Nəmət rayon kadrlarga o'xshitib, ko'k sheriq chapan, yangi harbiychi quloqcha, qalti qunushliq, qo'nchilik o'tik kiyib, chapinining yanchiqiga qalam qistirib yuratdi. Egiz qora otda gedib o'ltirib, kishilarga zarda bilan hayva qilib so'zlaydigan bo'lib qolgan edi. Bir kuni Nəmət Oltingulning hovlidagi supida o'ltirib, cho'risiga to'r tutilib, gul kashlangan bir qo'l yog'liqni heli yeyib, heli qatlab xiyolga petib qolganini ko'rdi. Oltingul Nəmətni ko'ribla o'diqib, yog'liqni itdek orqasiga yo'shirdi. Nəmət Oltingulning qo'lini qayirib, yog'liqni elib oldi. Nima bu? Yog'liq. Silliga to'qigan. Qachon? Bultur to'qigan. Bulturning yoqi menga bermabsan-ku buni, beradigan odaming bormi-ya? Shu, men hozir beray deb. Amsa ajab men ko'rib qolsam, yo'shirib ketding-a? Viyay, nima deganlari bu? Mening sillidan bo'lak odamim nemish qildi ekan? O'g'ish, gapim bor deb qilaverdi ekan. Bu odam. Men sana deb qo'yay, o'shingni yig'ib yur. Undaq gap so'z anglab qoldigan bo'lsam, tug'ilganingga pushaymon qilib qolsan beka. Nəmət shundan keyin fursatni tepib to'xtir qarining yurganimi bir mujib qo'yishni ko'ngliga pukib yurdi.